Endi keyingi sabab muammoda. Mana a'da puskatel bor, zashita bor, lekin o'rtada qaysidir elektrik mana shunaqa qilib nima uchun qo'ygan, nima xayolda qo'ygan bilmayman. Shu puskatel hozir tekshirildi. Kirish chiqish bor, uchinchida ham kirish chiqish bor. O'rtadagida kirish chiqishda yo'q. Kimyoviy mexanistik o'sha qatib qo'ygan. Va bu ikkita fazada qolganda bu sezmagan, ba'da o'chirmagan va faqat ikkita faza kelgan motorga va motorni qizdirib, ikkita fazada nagruzkada ishlab, kuydirib Minasini ketib qilsam bo'ladi. Bu shuni hisobiga motor kuygan. Sizlarga maslahatim, hech qachon o'rtaga shunaqa narsalar mexanistik o'chirib yoqadigan narsalar qo'ymanglar. Mana motorda mana shu ulitkani hozir bu garelkani yoqib beradigan, shuni kuyishiga hozir olib kelgan. Agar mana shu narsa bo'lmaganida o'rtada просто klemnik bo'lganda bunday narsa bo'lmasdi. Lekin mana shu narsani qo'yishgan uchun nima maqsadda qo'yishgan bilmadim. Lekin mana shu narsani qo'yishgan uchun hozir bunda hech qanaqa zashitasi bo'lmagan, motorga ikkita faza borgan va kuygan. Xo'p, mana ikkita faza между 418, yana ikkita faza между 415 va bu между 417.